Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. E'tiboringiz markazida Futbol vaqti kanali va men boshlovchingiz Sarvarbek. Do'stlar, kecha va o'tgan kundan buyon barcha o'zbek segmenti ijtimoiy tarmoqlar Instagram, Telegram, YouTube'da bitta gap tarqaldi. Nima emish? Fabio Cannavaro yaqin orada O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiyligidan ozod etilarmish. Do'stlar, biz birdaniga mana shu mishmishga, mana shu yolg'on xabarga o'z javobimizni berdik. Kecha Telegram kanalimizda Fabio Cannavaro hech qayerga ketmasligini va u qolishini va kerak bo'lsa 2027-yilda bo'lib o'tadigan Osiyo Kubogi o'yinlariga O'zbekiston milliy terma jamoasini olib borish haqida ma'lumot berdik. Birdaniga mana shu yolg'onlar chiqishi bilan ishonmanglar xaloyiq, bu gap yolg'on xabar deya jar soldik. Sababi oddiy, chunki do'stlar, Fabio Cannavaroning O'zbekiston milliy terma jamoasidan ketishi bizga juda ham qimmatga tushadi. Keling, mana shular haqida bugun sizlarga juda ham katta ma'lumotlarni beraman va kerak bo'lsa, Fabio Cannavaro aybdormi yoki yo'q degan savolingizga ham javob berib o'taman. Xullas, anchadan beri tayyorlamoqchi bo'lgan va sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan mavzuni shu bahona sizlarga havola qilaman. Ekranga yaqinroq joylashib bo'ling, juda ham qiziqarli va tanqidiy mavzuyimizni boshlaymiz. 11 va 12 iyul kunlari O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiyi Fabio Cannavaro o'z murabbiylik faoliyatini O'zbekistonda tugatadi va murabbiylik faoliyatini yakunlaydigan yolg'on xabarlar Telegram, Instagram va YouTube'da tarqaldi. Biz mana shu xabarlar chiqishi bilanoq bu xabarlar yolg'onligi haqida, bu xabarlarga ishonmaslik haqida birdaniga hammaga aytdik Telegram kanalimizda. Ammo lekin insonlar ishonishmadi va mana shu yolg'on sudralaverdi va kechki payt O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rasman Fabio Cannavaro hech qayerga ketmasligini va 2027-yilgi Osiyo Kubogi o'yinlarida O'zbekiston milliy terma jamoasini o'zi olib borish haqida shaxsan aytdi. Men o'shandayoq aytgandim, Fabio Cannavaro agar O'zbekiston milliy terma jamoasidan ketadigan bo'lsa, biz uchun juda ham katta zararli bo'ladi, ham moliyaviy, ham boshqa tomondan. Chunki agar biz murabbiyni, aynan biz tomon murabbiyni o'z lavozimidan ozod qiladigan bo'lsak, shartnomadan teskari, chunki uning shartnomasi bor bizda. Shartnomadan avval uni agar ozod qiladigan bo'lsak, biz unga kompensatsiya to'lashimiz kerak. Kamida uni olib kelganimizda 4 million yevro to'laganimizdek, taxminan mana shunaqa summani yana bir to'lab berishimiz kerak va unga kompensatsiya to'lashimiz kerak edi. Shuning uchun ham men bu xabarga ishonmadim, chunki uni olib kelish o'zi xato bo'lgan. Bilasizlar, Fabio Cannavaroni men hech qachon tanqid qilmaganman, hattoki jahon chempionati tugagandan keyin hammani tanqid qilganman, lekin Fabio Cannavaroni tanqid qilmaganman, chunki Fabio Cannavaro aybdor emas. Chunki Fabio Cannavaroni bu yerga olib kelganlar aybdor. Bilasizmi nimaga? Qarang. Fabio Cannavaro kelganiga hali 1 yil ham bo'lgani yo'q. Adashmasam 2025-yilning oktyabr oyida Fabio Cannavaro rasman O'zbekiston milliy terma jamoasining murabbiyi deb tayinlandi. Men o'shanda juda ham hayron qolganim. Nega biz jahon chempionatiga chiqib bo'ldik? Timur Kapadze terma jamoa bilan juda yaxshi ishlab turibdi. Nega Fabio Cannavaro olib kelganiga men umuman tushunmaganman. Har doim Fabio Cannavaroni olib kelish xato bo'lgan degaman. Sababiki biz olib kelsak bo'lardi kuchliroq murabbiy. Jahon chempionatidan keyin jahon chempionatiga bor yo'g'i 6-7 oy qolgan paytda qaysidir yangi murabbiyni olib kelsak, xoh u Pep Guardiola bo'lsin, bizga hech qanday natija qilib bera olmasdi. Chunki kuchli murabbiy kelgan zahoti ishlashga tushadi va O'zbekiston bilan, O'zbekiston aholisi bilan, o'zbekistonlik futbolchilar bilan O'zbekistonga qanday taktika qo'ysa bo'ladi. Xullas, juda ham ko'p ishlar qilishga to'g'ri keladi. Fabio Cannavaro yomon ishlamadi. Kelgandan birdaniga O'zbekiston bo'ylab barcha hududlarga bordi. Kerak bo'lsa, O'zbekiston Superligasining har bitta stadioniga borib, Superliga o'yinlarini tomosha qildi. Qashqadaryoga boradimi, Surxondaryoga bordi, Sirdaryoga bordi, Samarqandga bordi, hamma joyga bordi. Hattoki O'zbekistonning U19, U17, U21 o'yinlarini ham tomosha qildi. Mana shu o'yinlarni tomosha qilish paytida Fabio Cannavaro o'zi uchun Behruz Karimovni kashf qildi. Xullas, nega men Fabio Cannavaroni tanqid qilmayman? Sababi Fabio Cannavaroni emas, Fabio Cannavaroni olib kelgan odamlar aybdor. Bilib turib, ko'rib turib uni mana shu olovga tashlashdi. Fabio Cannavaro ham tavakkal qilishga majbur bo'ldi, chunki unga tayyor jahon chempionatiga chiqqan va jahon chempionatida ishtirok etadigan terma jamoa taklif qilinyapti va juda ham katta summa. Do'stlar, 4 million yevro murabbiylar uchun juda ham katta summa. Agar reytingga e'tibor bergan bo'lsangiz, Fabio Cannavaro mana shu olayotgan maoshi bilan murabbiylar, jahon chempionatida ishtirok etayotgan murabbiylarning eng qimmatlaridan biri bo'ldi. Top 10 ga kirdi adashmasam. Va do'stlar, Fabio Cannavaro bu taklifni rad qila olmadi. Tavakkal qildi, ammo lekin u xato qildi. Chunki 8 oy, 7 oy vaqt mobaynida terma jamoani tayyorlash oson emas. Xoh Pep Guardiola kelsin, bunaqa qisqa vaqtda qaysidir terma jamoaga murabbiy bo'lib jahon chempionatiga olib bora olmasdi. Fabio Cannavaroda ayb
emas. Uni olib kelganlarda ayb deb shuning uchun aytyapman. Bizni agar men o'zim futbolni deyarli 28 yildan beri aqlan tomosha qilaman. Yoshim 36 ga to'lib boryapti. Ya'ni 8 yoshimdan aqlimni tanagan bo'lsam, futbolni aqlan tomosha qilishni boshlagan bo'lsam, 25 yil deylik, 25 yildan beri futbolni yaxshi tushunsam, do'stlar, 100% o'zimni fikrimni aytamanki, Fabio Cannavaroni olib kelish xato bo'ldi. Uning o'rniga Timur Kapadzeni qoldirish kerak edi. Timur Kapadzeni qoldirish kerak edi. Chunki Timur Kapadze har bir futbolchini yoshligidan biladi. Timur Kapadze bizni O'zbekiston milliy terma jamoasi, Olimpiya terma jamoasini boshqargan, undan boshqa terma jamoalarni boshqargan, terma jamoani xullas juda ham yaxshi biladi. Timur Kapadze o'zi milliy terma jamoada o'ynagan, o'zi mana shu Superligada necha yillar davomida futbolchi bo'lib o'ynagan. Xullas, Timur Kapadze kim qayerda o'zini yaxshi qiladi, kim nimaga qodir, kim qayerda nima qila oladi, hammasini yaxshi biladi. Uning o'rniga o'sha Fabio Cannavaroni o'rniga shunchaki Timur Kapadzega tavakkal imkoniyat berish kerak edi. Mayli Timur Kapadze borsin, o'sha jahon chempionatida ishtirok etsin. Baribir mana ishtirok etdik, 3 ta o'yinda yutqazib, 11 marotaba gol o'tkazib, bor-yo'q 2 marotaba gol urib, birorta ochko ola olmasdan qaytib keldik. Uning o'rniga Timur Kapadze borganda ham zo'r bo'lsa shunaqa bo'lardi. Lekin umid qilamanki, Timur Kapadze kelganda, borganda kamida 3 ochko bilan qaytadi. Chunki Olimpiya milliy terma jamoamizni Olimpiyadaga olib borganda eslaylar, Ispaniya bilan qanaqa zo'r o'ynagandik. Shunchaki Ispaniya milliy terma jamoasi bilan mana shunaqa teppa-teng o'ynab, faqatgina ularning omadi kelganligi sababli biz o'yinda ochko yo'qotgandik xolos. Timur Kapadzeni Fabio Cannavarodan zo'r murabbiy demayman. Fabio Cannavaro juda ham kuchli murabbiy. Shunchaki ularning farqi shunda ediki, Timur Kapadze qolganda boshqacharoq bo'lardi. U tayyor edi-da, tayyor edi. Masalan, tasavvur qiling, tayyor narsani boshqarish boshqa, kelib turib noldan qurib boshqarish boshqa, to'g'rimi? Vaqt ketadi. Endi hozir nimaga aytyapmanki, Fabio Cannavaroni qoldirish kerak. Bo'ldi, endi Fabio Cannavaroga imkon berish kerak. Fabio Cannavaro qolgani yaxshi. Uni ketkazganimizdan hech qanaqa bizga nafi yo'q. Birinchidan moliyaviy zarar ko'ramiz, juda ham katta pul to'lab beramiz. Ikkinchidan Fabio Cannavaro yomon murabbiy emas. Fabio Cannavaroni men hech qachon tanqid qilmaganman. Barcha ko'rsatuvlarimni eshitinglar, barcha ko'rsatuvlarimni ko'ringlar. Na Telegramda bo'ladimi, ya'ni YouTube'da bo'ladimi, hech qachon Fabio Cannavaroning manziliga yomon gap aytmaganman va uni tanqid qilmaganman. Sababi uni vaziyatini men tushunaman. U keldi, ishladi, haqiqatdan ishladi. Biladiganlar aytsin. Biladiganlar aytsin. Qaysi O'zbekiston milliy terma jamoasidagi oldingi murabbiy 18 yoshli bolaga milliy terma jamoada o'ynash imkoniyatini bergan. Hattoki Abbosbek Fayzullayev pik davriga chiqqanda ham, zo'r formada bo'lganda ham Abbosbek Fayzullayev zaxiradan maydonga tushardi. Bilasizlarmi? Lekin Fabio Cannavaro tajribali murabbiyligi shundaki, futbolchi tayyormi? 17 yoshmi, 18 yosh farqi yo'qdir va mana Behruz Karimovni jahon chempionatida jarohat olishidan qat'iy nazar uni olib ketdi va tushirdi va jahon chempionatida ishtirok etgan Behruz Karimov o'zini oqladi. Hozir Behruz Karimov bilasizmi, qanaqa katta-katta klublar olmoqchi? Chelseadan takliflar bor, Uniteddan takliflar bor, katta-katta klublardan takliflar bor. Shunchaki Behruz Karimov u yerda yoshlar jamoasiga borib o'ynashi mumkin. O'shaning uchun Behruz Karimov oddiyroq klub bo'lsa ham, Fransiya ligasi bo'lsa ham asosiy tarkibda o'ynaydigan kattalar jamoasida o'ynashni xohlayapti. Uni o'zini intervyularida ham Behruz Karimov aytdi. Ya'ni Behruz Karimovni Fabio Cannavaro kashf qildi. Behruz Karimov jahon chempionatidan oldin jarohat oldi va uni Fabio Cannavaro O'zbekiston milliy terma jamoasi bazasida davoladi. Tayyorgarlik o'tkazdi. Xullas shaxsan shug'ullandi va menda shunaqa ma'lumotlar borki, Fabio Cannavaro O'zbekiston milliy terma jamoasida o'ynaydigan har bir futbolchini kuzatgan. Har bir futbolchining ahvolini, jismoniy holatini, qanday holatda jarohati bormi, yo'qmi, eski jarohatlari qanday. Xullas, futbolchilar bilan ishlash juda ham zo'r. Futbolchilarning o'zi ham Fabio Cannavarodan norozi emas. Xullas, kalom do'stlar, Fabio Cannavaro ketadi degan xabarlar yolg'on. Birinchidan, ikkinchidan, agar bu xabarlar erta-indin rostga aylanib ketsa ham, rostga aylanmaydi inshaalloh, lekin agar rostga aylanib ketsa ham, Fabio Cannavaroni ketkazish juda katta xato bo'ladi. Chunki u ishladi, 8 oy ishladi. Bu yoqda ham shartnomasi bor, puli to'langan. Qolsin, ishlasin, bizni Osiyo kubogiga olib borsin. Agar Osiyo kubogida ham qandaydir natija qila olmasa, mayli unga javob bersin. Chunki murabbiy kelganidan keyin murabbiyga kamida 1 yil, 2 yil vaqt berishimiz kerak. Vaqtida Ektor Kuperni mana shunaqa qilib bo'shatib yuborganmiz va pand yeganmiz. Murabbiyni paypoqdek almashtirib hech qaysi klub yoki hech qaysi terma jamoa foyda topmagan. Shunday ekan, biz ham foyda topmaymiz. Fabio Cannavaro o'z joyida qolsin. Futbol vaqti mana shu tarafda. Futbol vaqti har doim haqiqatni aytadi. O'z obunachilarini zombiga o'xshab yolg'on xabarlar bilan miyasini to'ldirmaydi. Hype ketidan ergashmaydi va achchiq bo'lsa ham, odamlarga yoqmasa ham, kimlargadir yoqmasa ham, mana hozir ham O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini tanqid qilib o'tiribman. Bu men uchun juda ham katta zarar. Ertaga men qayerdadir jurnalist bo'lamansam, qayergadir kiramansam, ular menga qarshilik bildirishi mumkin, chunki men ularni tanqid qilaman. Ular meni yomon ko'radi.
hech kim o'zini tanqid qilgan, o'zini ayblarini aytgan odamni yaxshi ko'rmaydi. Hattoki sizni ham aybingizni ayting, sizga yomon ko'rinib qolaman. Tanqidni deyarli 90% odam to'g'ri qabul qilmaydi. Mani foydam uchun aytayapti. Mana bular ham mani foydam uchun aytayapti. Bizni foydamiz uchun, futbolimiz foydasi uchun aytmaydi demayapti. Bittasi turib olib valaqlayapti deydi. Aslida biz valaqlamaymiz. Biz har doim haqiqatni aytganmiz, shuncha payt gapirib kelgan gaplarimiz isbotini topgan. Shuning uchun do'stlar, o'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Fabio Cannavaro qolgani yaxshimi? Endi hozir qolgani yaxshimi? Ketgani yaxshimi? Jahon chempionati o'tib bo'ldi. Biz yutqazadigan narsamizni yutqazib bo'ldik. Endi bu yog'iga yana yangi murabbiy olib kelib yutqazishdan ko'ra o'zi qolsin, imkoniyat beraylik, bor potensialini ishga solsin. Men Fabio Cannavaroning ishini ko'rganman. Yaxshi ishlayapti, mehnatni qilyapti, sizlar ham ko'rgansizlar. O'shaning uchun qolgani yaxshimi? Bu haqida o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Hayotgancha do'stlar, bizning Telegram kanalimiz bor, futbol vaqti degan Telegram kanalimiz bor. Mana shu kanalimiz manzilini postdagi mana shu videoni kommentariyasida qoldiraman. Telegram kanalimiz manzili degan yozuv bo'ladi. Pastda ko'k yozuv bo'ladi. O'tib, обязательно obuna bo'linglar. Eng qaynoq xabarlar, eng tezkor xabarlar o'sha yerda bo'ladi. Kecha ham hamma Fabio Cannavaro ketadi deganda biz ishonmanglar, yolg'on bu xabar degandik va Allohga shukr yuzimiz yorug' bo'ldi va bu xabar yolg'onligi o'z tasdig'ini topdi. Agar fikrimga qo'shilsanglar, videoim yoqqan bo'lsa, hozirning o'zida videoga like bosinglar, bizni qo'llab-quvvatlanglar, kanalimizga obuna bo'linglar va siz futbolni ochiq oydin gapira oladigan, o'z fikridan qo'rqmaydigan jamoaga a'zo bo'lasiz. O'zingiz tanlang. Maynovozchilik qiladigan, hayb ketidan quvadigan, yolg'on yashir xabarni tarqatadigan ishonchsiz kanallar kerakmi sizga yoki bizga o'xshab haqiqat taraf bo'lgan, haq taraf bo'lgan, to'g'risini aytadigan kanallar kerakmi? Shuning uchun do'stlar, bizlarga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Futbol vaqtida qoling va siz futbol haqidagi eng yaxshi kanallardan biridasiz. Xayr, salomat bo'ling.